mana kompliment olish bilan birgalikda, siz komplimentni to'g'ri qabul qilish bilan birgalikda siz kompliment ham qila olishingiz kerak. insonni shedra maqta olishingiz kerak. Shedra uni go'zalligini ayta olishingiz kerak. Shedra unga tabassum ulasha olishingiz kerak. Chunki o'zingiz mazzani his qilasiz, o'sha mazzani his qilgan odam ilinadi boshqa insonga. Soxtalik bilan emas, yo'q narsa bilan bo'lish bilan emas, balki borini ayting. Rostdan u inson go'zal-ku, rostdan u inson yaxshi-ku, faqat hozir qaysidir gunohlari evaziga o'sha vaziyatidan chiqib keta olmayotgan bo'lishi mumkin. Qaysidir negativ o'y-fikrlari evaziga hozir fikrlari chalkash bo'lishi mumkin. Lekin aslida uni Robbisi yaxshi qilib yaratgan edi-ku. Da? Demak, sizni masalan, voy seksualnisan deb qaysidir erkak maqtagan taqdirda ham siz turib bera olishingiz, ha, meni seksualni qilib Robbim yarata olgan. Nimaga men buni ko'zini qiyshiq, o'y fikrlarini yomon yoki shilqim deb o'ylayapman. Demak, o'y fikr menikimi, men u haqda yomon gumon boryapman. U meni maqtayapti deb turib bera olishingiz kerak o'zingizga. Va shu bilan birgalikda siz ham undagi erkakni, ya'ni mudri erkakni ko'rib bera olishingiz kerak. Hatto o'sha payt anglamagan taqdiringizda ham rahmat katta, juda ham mulohazali va olijanob erkak ekansiz. Siz u ramkasga tushishni boshlaydi, hatto sizga nafs uchun maqtalayotgan bo'lsangiz ham. O'sha nafs uchun maqtaganda ham unga siz yoqqaningiz uchun maqtayapti-da. Nimangizdir tortyaptiki, o'sha inson sizni maqtayapti. Bekordan bekor sizni maqtamayapti. Men erkaklarni ko'proq misol qilaman, bu hatto ayollarda ham shunaqa vaziyat bo'ladi. Buni inobatga olinglar. Va o'sha sizga kompliment qilayotgan inson kesatib qiladimi komplimentni? Kulib qiladimi ustingizdan, nima qilishidan qat'iy nazar Robbim o'sha insonga sizni maqtattirib qo'yayotganiga shukr qila olishingiz kerak. Aytdik-ku biz manaqada. Shaytonni hattoki boqadigan qilib qo'yadi debchi. Esingizdan bitta ateist voqeasini aytib berdik-ku. O'sha shayton sifat o'y fikrlari bilan ham sizni maqtayaptimi? Siz minnatdor bo'ling-da. O'sha burilib qoladi to'g'ri yo'lga. Hatto nafs uchun maqtayotgan taqdirda ham. Endi keyingisi. Ayollikni oshiruvchi belgilardan biri tashqi qiyofada bu eng birinchi navbatda uhajvat qilish. Sochini, tanasini, tirnoqlarini sog'lom ko'rina olish insonni. Samatsenkada ham o'tgandik, sochimizni kiri yoki o'zimiz cho'milmasdan bir qanaqadir terlagan holatdagi ayol sog'lom ayol ko'rinmaydi, seksualniy ayol ko'rinmaydi, o'ziga tortadigan nima deydi, ухоженный ayol ko'rinmaydi. Shuning uchun pokizalik bu birinchi navbatda ayollikning belgilaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun maksimal darajada harakat qiling, har doim, hatto bez makiyaj bo'lsangiz ham, lekin sog'lom ko'rinishni xohlaysizmi, seksualniy ko'rinishni xohlaysizmi, samatsenkiz baland ko'rinishni xohlaysizmi, o'zingiz uchun haqiqatan samatsenkiz baland bo'lishini xohlaysizmi, demak har taraflama pokiza bo'lishga harakat qiling. Sochingizda, tanangizda, har xil qismlarimizda va hattoki shunaqa darajada yuringki, hozir bitta erkak kelib siz bilan jinsiy aloqada bo'ladigan bo'lsa ham, hozir bemalol yechina oladigan darajada o'zingiz uchun o'zingiz javob bera oladigan darajada bo'lishingiz kerak. Voy to'xtab turing, men tez dushga kirib chiqay deydigan положение yaratmang o'zingizga. Mana shunda siz har doim o'zingizni dostoyni his qila olasiz ayol sifatida. Ya'ni hozir o'zida siz tayyorsiz hamma narsaga. Tushunyapsizmi? Hozir shu yerda yechinganingizda ham siz bemalol o'zingizni tanangiz bilan любой insonni jalb qila olishingiz kerak. Va punktimiz 4-si tabassum. Seriozniy ayol hech kimga kerak emas, qizlar, ishoninglar. To'g'ri,
qirolichalik energiyasida qaysidir ma'noda o'zingizni viqoringizni ushlab turish bor. Lekin bu degani seryozni bo'lib qovog'ingizni sovaling degani emas. Ittak erkaklar stressda yashaydi. Ittak erkaklarda o'zi sizsiz ham azob ko'p. Siz ham seryozni ishlarda ishlashadi ular. Ommaviy axborot negativ, hamma narsa negativ. Ko'chaga chiqinglar deb tabassum qilgan insonni uchratish hozirgi kunda amri mahol bo'lib qoldi. Lekin shunchaki tabassum bilan yurish bu ayolni shunaqa seksualnostini oshirib beradi. Seksualniy degani bu yomon emas, bu joziba. Agar to'g'ri tarjima qilayotgan bo'lsam o'zbek tilida, конечно. Jozibali, вот прям jozibali, pozitivniy inson sifatida sizni ko'ra oladi. Tabassum bilan yurganingizda, bu erkakni tabassum bilan o'zingizga jalb qila olasiz. Ishoning, xohlasiz sinab ko'ring. Вообще butunlay tanimaydigan insoningizga bunday yoningizdan o'tib ketayotganda turtib o'tib ket, "Voy, kechirasiz" deb ko'ring-da. Hech bo'lmasa qaraydi. Umuman vнимание обращаться qilmasdan o'tib ketolmaydi o'sha erkak. Hech hisi yo'q deyishi mumkin. Hech narsa emotsiya bildirmadi deganda siz unda ko'zingizga yoki yuzingizga daraxt ekib qo'ya olmaysiz. Uzildi ha. Qattiq uzilib qoldi. Mani qo'lim tegib ketdi mikrofonga. Nima dedim? Hech bo'lmasa, hech bo'lmasa bir nima deydi. Hech bo'lmaganda bundoq yuzingizga qaraydi-da, emotsiyani his qilib o'tib ketadi. O'sha erkakni siz o'sha programmasida qolasiz miyasida. Voy, kecha chanu bittasiga turtinib ketdim, shuni qarasamchi, bilmayman, menga tirshib turibdi deydi. Hatsabi tan olmagan taqdirda. Ishoninglar. Erkak kishi uyga kelganda bahora his qilish kerak. Конечно, bahora his qil degani siz hamma joyga lavanda gulini ekib yuborasiz degani emas. Tabassumni o'zi bilan siz butun uyga lavanda emas, butun gullarni anaqasiga, bahoriy anaqasiga hidiga to'ldirib yuborasiz. Demak, tabassum va jiddiylikdan voz kechinglar qizlar. O'sha konse kontsov jiddiy bo'lib bo'ldinglar. O'zi nimaga ayol kishiga jiddiylik nima uchun kerak? Nima deb o'ylaysiz? Nega kerak? Lichna menga kerak emas. Faqat sizlarga maskada jiddiy bo'lib beraman. Men o'zimni insonim uchun bilasizlarmi, men aytadi, "Turdoq, og'zing yopiladimi o'zi?" Yopiladi, конечно. No, u uchun emas. Shu uchun ham yugurib kelaveradi. Hamma ish qolib, farqi yo'q. Magnetizm bu pozitiv energiya ayoldek. Mana degan erkagingizni yo'ldan urib beraman. O'sha magnetizm tabassumni o'zi bilan. Nega? Chunki kulgi kam hayotda, pozitiv energiya kam, muhtoj erkaklar unga. Hozir bahor deb bitta jilmaying-da, любой erkakni yo'ldan urasiz. Men jiddiy tursam, atrofimda kamroq gapirishadi, конечно. Nomahramlarga ham ochiqlik bilan munosabat bo'ladi, men. Bitta men o'zimni energiyamni prosta misol qilib aytib tushuntiryapman. Shaxsan men bu nomahram, bunga kulishim kerak emas demayman. Men o'zim erkin bo'la olaman любой insonni oldida. Hammani o'zini chegarasi bo'ladi-ku, dinda ham, e'tiqodda ham, hamma narsada-da. Gulnoza, men siz savolingizni tushundim, nimaga uni qilayotganingizni. Shaxsan men любой inson bilan pozitiv energiyada bemalol muloqot qilib ishimni bitirib keta olaman. Lekin kimgadir bu diskomfort holat tug'dirishi mumkin. Chunki men bu bilan ishlaganman, bu bilan harakat qilganman va mana shu natijaga keldim. Lekin kimlar uchundir bu неловкий положение bo'lishi mumkin. То есть gunoh bu narsa deyish mumkin. Tabassum bilan u insonni yo'ldan urishni farqi juda katta. Ya'ni shunchaki rahmat katta deb yuzingizda tabassum bilan rahmat, minnatdorchilik bildirish boshqa narsa.
Jiddiylik для страховки. Да, shunaqa to'ppa-to'g'ri aytyapsiz, nima to'ppa. Agar siz nomahramlarga o'zingizni siringizni bermoqchi bo'lmasangiz va lekin ishingizni bitirishingiz kerak bo'lsa, marhamat, пожалуйста, jiddiylik bilan bajaring. Lekin bu yerda men shaxsiy o'zinglarni erkakinglar haqida ko'proq urg'u berib gapiryapman-da. Turmush o'rtoq, tam yigitingiz, yana kimdirlar bo'ladi-ku, shularga urg'u beryapman. Biz hammaga do'st bo'ladigan darajadagi, hamma kalit tushiradigan qulf bo'lsak, unda buzuq qulf bo'lamiz-da. Bu tarafini inobatga olinglar, qizlarjonlar. Lekin любой joyda, любой erkak bilan yaxshi munosabat orqali yaxshi taassurot qoldirib ketadigan xarakterdaman, men shaxsan. Kulib bitta klientdan yordam so'rasam, yonimdan ketolmay qoldi. Конечно, u zo'r-da, zo'r. Cho'lda qolib ketgan inson suvga muhtoj. Siz bir tomchi suvimda tomizib qo'ygansizda, menda suv bor degansiz. U ketolmay qolgan, конечно. Xullas, tushundinglar. Девочки, maza qilaman, lekin shu ayollik darslarini o'tsam, to'g'risini aytsam. Tak, davom etamiz. Gulnoza, tushunyapsiz. Bu yerdagi hamma gaplar shaxsiy erkakingizga nisbatan gapirilyapti. Men prosta sizlarning ishonchli komil bo'lishi uchun любой erkak deb gapiryapman. Bugun bitta yangi klient bilan ishlayapmiz. Bugun coachni boshladilar, bir yosh yigit. Motivatsiya berish uchun birinchi navbatda baribir erkakni tan olishimiz kerak-ku. Men uni tan olishni boshlaganda u уже o'sha ishdan voz kechishni boshlayapti-da. Onlayn qimorga kirib qolgan bola bilan ishladik. Aytdi-da, "Ну да, men sizni-chi ko'rasiz, ishonchingizni oqlab beraman." Birinchi gapirilayotganda unaqa fikrlar yo'q edi u insonda. "Ha, opa, yaxshimisiz?" deb gapirayotgan. 40 minutdan keyin menga umuman boshqacha va'dalar bilan to'xtatishni boshladi. 10 gacha sizga vazifa beraman deb 10 gacha bergan vazifamni yarim soatdan keyin bo'ldimi, yoqyaptimi, yaxshi qilyapmanmi deb jo'natyapti. Nega? Chunki men uni tan olyapman. Sen erkaksan, mujiksan, qila olasan deyapman. Так что gaz bosinglar, qizlar, nima bo'lsa. Ay, tavba. Xullas kalom, shunaqa gaplar. Nozima, siz bu gaplarni eshitmay, erim bilan ishlab bering deb yozibdi, Nozima shuncha. Tak, ketdik. Tabassum haqida gaplashyotdik-a. Oylikillab, sikrlayib yuboryapsizlar, meni ishtaham och. Iroda, xuddi o'zingizga o'xshab pozitiv ekan lekin. Xullas, tabassumdan o'tdik. Endi ayollikni yana ham da Nozima shu yerda bo'lsa kerak, bilmayman, ko'rinmay qoldilar. Ha, eshitdilar, har bitta darsni eshitib chiqadilar. Nozima juda tirishqoq. Shuning uchun yaxshi ko'tarilyapti, ko'stemasi. Ketdik. 6-punktimiz, 5-punktimiz bu hobbi. Qizlar, hobbi topish bu juda ayol uchun muhim. Kasbimiz hobbi bo'la oladimi degan savol bo'lishi mumkin. Shu tomon. Nozima-chi, shu profildan yozsiz, sizlar hammanglar men deb o'ylayapsizlar. Bu Nozima bo'ladi, bilib olinglar. Men o'zim profilimdan yozaman. Xullas kalom. Chalg'itib yuring, Nozima bo'ldi. Stop. Lichkada gaplashamiz, nima gaplarni. Ya xullas, qaranglar, hobbi bo'lishi shart. Sababi qizlar, kasbimiz hobbi bo'lishi mumkin. Lekin baribir kasbdan tashqari baribir bitta sevimli mashg'ulot qilib qo'yinglar. Kimlardir butun umr suzishni orzu qilishi mumkin, lekin suzishdan qo'rquvi bo'lishi mumkin. Mana shu narsani yengish uchun harakat qilsanglar, o'zinglardagi bitta qo'rquvni yengganinglarda ham samatsinga ko'tariladi. Ham o'zingizga nisbatan qaysidir sport turini kashf qilasizlar. Nima hobbi topishingizdan qat'iy nazar, kulinariya bo'ladimi, chevarchilik bo'ladimi, dizaynerskiy qanaqadir nimalardir chizish bo'ladimi, rassomchilik, nima topishingizdan qat'iy nazar o'sha hobbi sizni dam oldirsin. Kasbingizdan tashqari siz dam oladigan, siz uchun eng sevimli mashg'ulot bo'lishi kerak.
Va mana shu mashg'ulot bo'lganda siz hadeb eringizni ketidan yuguravermaysiz, tinmay eringizga SMS yozavermaysiz, tinmay eringizni quvlayvermaysiz, nima qilyapti, nima qo'yyapti deyavermaysizda, erkagingizdan uzilib, energetik holatda ham, ya'ni xayollarda ham uzilib, butun fokusingiz hobbingizga qaratilganda, ular sizni energiyani uzilganini his qilgani uchun endi sizga intilishni boshlaydi. Tushunyapsizlar? Faqat hobbi o'zingizni rivojlantirish bilan emas, balki boshqalarni energiyasidan uzilish bilan ham yordam beradi va juda zo'r yordam beradi. Shaxsan o'zimda shunaqa bo'lganda, bog'lanib qolish juda kuchli bo'lgan. Bir paytlar o'sha sevgan insonimga 24 soat o'sha insondan uzila olmaydigan vaqtim bo'lganda, 20 nima qilishimdan qat'iy nazar meni miyamdan ketmayapti-da. Shunaqa qilganim sayin u meni energiyamga to'yib qolib, mendan qochyapti. Yaxshi ko'radi, sevadi, boshqa qiladi, lekin uzilish bo'lmayapti-da. To есть mendan qochish faqat bo'lyapti. Shunda men tushunganmanki, men energiyam bilan bo'ktirib qo'yaman o'sha insonni. 5 mahal emas, endi men 24 soat ovqat beryapman. U ishib bo'kib qolganda, meni ko'rsa ko'ynaydi diyor. To'yib ketgandan tushunasizlar, energiya shunaqa narsa-da. Xuddi ovqatni, masalan, 24 soat men sizga osh berib o'tiring, qanaqa osh desam yoki meni ko'rsangiz ko'nglingiz g'alati bo'lishni boshlaydi. Xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Energiya bilan bo'ktirib qo'ysanglar, qizlar, bu realno ishlaydigan narsa. Shuning uchun bu tarafiga albatta ahamiyat beringlar. Va 6-si 24 soatlik vaqtingizda, ya'ni bir kunda обязательно kamida 1 soat o'zingiz uchun, har kunlik ishingizdan tashqari o'zingiz, imенно o'zingiz uchun vaqt ajrating. Xohlasangiz vannada yoting, xohlasangiz yuzingizga maska qiling, xohlasangiz tanangizga krem surib o'tiring, xohlaganingizni qiling. Xohlasangiz sochingizga maska qiling, xohlasangiz raqsga tushing. Nima qilsangiz qiling, 24 soat ichida xohlasangiz o'zingizga 24 soatni 1 soatini faqat sevgingiz xoriga ajratib, oynaga qaramasdan sevaman deb o'tiravering. Ishlaydi. Любой narsa tanlashingizdan qat'iy nazar, sizga sarflangan mana shu 1 soatlik soat sizni 24 soatingizni sevgi bilan o'tkazishga yordam beradi, agar undan unumli foydalana olsangiz.